Sizlarga kirib yashashga tayyor bo'lgan uyda obzorni qilib kelib turibman. Eng asosiysi nimaga desalar, bu lokatsiya birinchidan. Lokatsiya qayerda? Termiz shahar. Eski Xalq bankining oldidan kirib keladigan ko'cha, Devetkaning ichida bo'lib turibdi. Arendamiz Dubay restoran oldidan to'g'ri kirasiz. Shu yerda o'zi bitta 2 qavatli eski domlardan qolgan, o'sha yerda o'zi qurilganda o'zi bitta. O'sha yerda birinchi etajdan 50 kvadratli 2 xonali yevro remont kvartira sotuvda. Orqamdagi tashqi eshikdan kirganimiz o'nqilga sanozil birgalikda noldan qo'parib remont qilingan. Hattoki mana bu laminat va linoleumgacha noldan qo'parib remont qilishgan. Mana bu zaldan mana spalniga kirishasiz, spalni ko'rsating. Umumiy maydon 50 kvadrat. Oxirigacha ko'ringlar, oxirida narxini aytib o'taman. Bu esa katta zalimiz hozir. Katta zalda bilasizlar. Eng asosiysi atabliniyaga qilingan ekan. Atabliniya. Mana devorda orqasiga, mana bu pardani orqasida turibdi. Mana atabliniyaga qilingan. Bu domda hozir 25 tami 30 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, bitta shu xonadonda atabliniya qilishgan ekan. O'ziga yarasha remontga pul ketishgan. Mana bu tepani ham, patologni ham aboy qilib, chotki qilib qo'yishibdi. 2 xonali 50 kvadrat. Hozir esa bir oshxona bilan tanishtiraman. Puliga arziydigan kvartira desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kiring. Xo'p, mana oshxona, mana bu yerda o'tirib choy ichadigan tomatxona qilishgan. Kvartirada nimani ko'rayotgan bo'lsanglar, hammasi qiladi. Kiyim-kechak idish tovoq bilan chiqib ketishadi. Mana bu yerda esa ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu Katyolning firmalari ham allan bo'layapti. Mana eng zo'ridan deyishdi, mana 2 tabaqali, biri atabliniya, biri esa issiq suv, sovuq suv uchun ketadi. Ana shunday ikkita kamerali deyshadi. Mana buni ko'rishinglar mumkin. Eng asosiysi kir mashina va gaz plitalar, bu yoqda esa xoladelnik, kuxonli mebellar, eshik deraza romlari barchasi akvaga yoki endif eshiklariga almashtirilgan qovurg'achalar qo'yilgan. Hozir esa men bolalar maydonchasi va hovlisini ko'rsatib o'taman. Ungacha bitta laykni bosib qo'yinglar. Bizga ajratgan vaqtlaringiz aslo zoya ketmaydi. Xo'p, mana bu esa 2 qavatli uyimiz. Tashqi fasadi ko'rinishi. Mana bu ikkita esa, ikkita derazamiz sizlarga tegishli bo'ladi. Eng asosiysi tinch joydan bo'layapti. Lokatsiyalarni Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlayman. Ertaga mabodo buziladigan bo'lsa, joyiga joy. Xuddi shunday kvartira sizlarga patkilish topshiriladi. Zudlik ulguringlar. Albatta reklama sifatida kelganmiz. Hamma tomondan kirib kelsanglar bo'ladi. Bu yerdan Toshtemir bobo marketda oldidan kirib kelsanglar bo'ladi. Yakida bo'lmasa, xo'p, yana bu Detska mana bu yerda Glaznoy bor. Imperiya kiyim do'konlarining ro'parasiga kirib kelsanglar bo'ladi. Bu tomondan esa Dubay restoran oldidan kirib kelsalaringiz bo'ladi. Albatta egalar nomeri pastda ham e'lon qilinadi. Hozir egalar nomerini aytadigan bo'lsam, men 99 kodi bilan 161 9915 va 33 kodi bilan 855 1001 aytgancha biz oxirgacha ko'zlar narxini aytaman. Narxi mana shu videoda ko'rgan barcha mebel, bitovoy texnika jihozlar hammasi qoladi. Narx 380 million so'm deb baholandi. Xayriga sunnati kam bor. Eng asosiysi, agar ozgina pul yetmay qolsa, misol uchun akaning mashinam bor edi, shuni yetmaganiga olsin desalar, hisoblab olishadi. Yokida bo'lmasa ikkilanib chiqsanglar bo'ladi, yana variant. Yoki bo'lmasa aka bir 100 millionim yo 150 million so'm pulim yoki 180 million so'm pulim salgina yetmayapti, keladigan joyi bor aka, 5 oyda keladi, 4 oyda keladi desanglar, variant ham bor. Egalarga chiqinglar, bizning kanaldan chiqinglar, yana ham chegirmalar qilib berishadi. Sizlarga xayr deymiz. Keyingi foydali kontentlarda uchrashguncha salomat bo'lingizlar. Reklama uchun esa tepada nomerlarga bog'lansizlar. Salomat bo'ling.